klinikamiz mehmoni endi birinchi martadan emas, уже nechta kurs olishyapti Mahmudxon. Ukamdek bo'lib qolgan. Niyatga bog'liq hamma narsa. Keyin Mahmudxonda ham o'zi nimasi bor? Irodasi kuchli. Chunki men qilgan muolajalarda Xitoy tabobatda men qo'lim bilan ishlayman. Nuqtalarga massaj qilib, meridianlar bilan biz qo'l bilan ishlaymiz. Bu Ninadan farqi bor, juda kam katta farqi bor. O'shani o'ziga yarasha og'riq beradi nuqtalar, unga ham sabr qilish kerak. Shu kungacha faqat bir marta intervyu berganman. Bu ham 2010-yil Pekinda. Mana bugun hozir Vakan klinikasida intervyu beryapman. Bu akani oldiga kelganimda juda ham ahvolim yaxshi emas edi. Har kuni yuragim bezovta qilardi. Kardiologga murojaat qildim, terapevtga murojaat qildim. Natijasi yaxshi bo'lmadi. Ikrom akani oldiga kelganimda bu aka menga Xitoy tabobati bo'yicha muolaja qilishni boshladi. Mendagi o'sha paytdagi kasalliklar sekin-sekin yo'qolib, mutlaq tuzalib ketdim. Ikrom aka bilan davolanish natijasida nafaqat ruhiy tomonlama, balki ichki organlarim ham o'z holiga keldi. Oradan 3 yil o'tgandan keyin men Kanadaga ketdim. U yerdagi boshqa muhit, iqlim hammasi yig'ilib yaqinda fevral oyida Kanadadan keldim, Vancouverdan. Sayohatdan kelganimdan keyin shu Vakan klinikasida doktor mutaxassis Ikrom Tursunovichni oldilariga murojaat qildim. Xudoga shukr, mana mutlaq sog'ayib ketdim. O'zim ko'rgan yaxshiliklarni boshqalarga ham ulashni xohlayman. Men xohlardimki, bemor insonlarga, qiynalib yurgan insonlarga shu Vakan klinikasiga kelib, to'g'ri doktorni tanlab, to'g'ri tashxisni olib, to'g'ri davolanishni xohlardim. Shuning uchun men Ikrom Tursunovichni tavsiya qilardim. Ibn Sino bilan Sharq tabobati bilan shu Xitoy tabobatida juda ham aloqalari bor. Bo'lib kelgan bu 1000 yillik an'analar, 1000 yillik bilimlar. Bu yerda men aytmoqchi bo'lgan narsa, Mahmudxonni misolini olsak, bu yerda avvalambor jigar, o't pufak faoliyati buzilgan edi. Safro yurmay qolgan. Ibn Sino bo'yicha shu safro qaynab ketsa, bu savdoga aylanib, depressiyaga olib boradi. Shuni yo'qotish uchun biz oshqozon ichak sistemasi meridiani bilan ishladik. Ham bu yoqda yonida nima qilsak, bu yoqda o't pufak, jigar meridianlarining aloqasini tikladik va shu yerda qabziyatga moyillikni olib tashlaganimizda yonichak tartibga keladi. Buni orqasidan уже deylik, gemoroy davolaydigan o'zi nuqtalari bo'ladi. Bularda ishladik. Shu orqali yonichak normaga kelib, gemoroy yo'q bo'lib ketadi. Shu keyinchalik men mashqlar qo'shib berdim. O'zaro aloqalar tiklab berdik meridianlarda. Bu degani nafaqat yonichak, nafaqat asab, nafaqat o'pka, butun sistemani biz tozalab, aloqalarni tiklab berdik. Tozalagandan keyin energiyani oshiradigan nuqtalar bor. Ular bilan ishladik. Bir ikkita krizislar bo'ldi. Isitma oshdi, ichi surildi. Bu degani tozalanish. Ibn Sino buqron degan o'zini tib qonunlarida. Shu buqron ham bo'ladi Mahmudxon. Qo'rqmang deb qo'yganman. Bir xillar xavotirlanib qoladi krizis bo'lganda. Bu narsa bo'lishi kerak. Chunki kasallik qanaqa yo'l bilan kirgan bo'lsa, o'shanaqa chiqib ketadi. Bir ikki krizis bo'ldi, Mahmudxon o'shanga turib berdi, natijani oldik, Xudoga shukr.